Sporimiz 50 ming dollar haqida gap ketyapti. 20-sentyabrdan 26-sentyabrgacha bir dona sigaret chekilmaydi. Nos chekilmaydi. Snus, punius, nikotinga o'xshagan narsalar chekilmaydi. Qora, yomon, iflos narsalar ham chekilmaydi va spirtnoylar ham ichilmaydi. Shunga qasam ichib, erkak kishi besh tashadi. Men ham xuddi shu ishni qilmayman. Kalyan ham chekilmaydi. 1 yil mabodo bu o'sha ishlarni qilib qo'ysa 50 ming dollar menga beradi. Yo, men qilib qo'ysam, men bunga beraman. Mabodo siz buni yoki meni birorta joyda sigaret chekayotganim ko'rib qolib videoga olsangiz, 5 ming dollar lichni beraman men agar buni tutsanglar. men 10 ming dollar beraman sizlarga. Men 15 ming beraman bo'lmasa. 20 ming yarimi sizlarga. Oson. Tayyormisan? Bitta. Sure. Laos. Mushuk. Qani, uzing.